Biz hozir mana Tegu shahridan Guangzhou shahriga yo'l oldik. Bizning avtobusimiz Dongdaegudan Guangzhouga. O'zbekiston bayrog'ini topinchi. Bor. Nark tomonda chek. Bor. Kesak to'y bo'lyapti ekan. Kelin keldi, mana kuyovlar ham keldi. To'ylar muborak, baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum do'stlar. Biz 300 km masofani bosib, Tegu shahridan Guangzhou shahriga sayohatga keldik. Sarguzasht ajoyib bo'ldi. Shaxsiy xususiy mashinamiz yo'q. Public transportation, ya'ni ko'cha mashinalarida keldik. Guangzhouga qo'nib, Guangzhou shahrini aylanib, ajoyib va manzaralarga boy bo'lgan Uchikongwon degan Guangzhou markazida park bor ekan. Ana shu parkga kirib ketyapsizlarni, park bilan ichkari tanishtirib boraman. Mana do'stlar, biz Guangzhou shahriga yetib keldik. Guangzhou shahridagi bog'damiz. Ajoyib bog' ekan, atrof juda tabiatga burkangan, tabiat qo'ynida. Hamma bugun aylanishga chiqqan. Ajoyib. Bah.
qo'chqor yemlasanglar, mana shunaqa qo'chqorlardan yemlaylar. Katta qo'y bo'ladi. Do'stlar, hayvonot bog'ida aylanyapmiz. Bu bizon bo'lish kerak, yo qo'tos bo'lish kerak, yo bizon bo'lish kerak nomi. Nargi yo'qda tuya ekan. Nargi tomonda o'zimizning tuyalar. Taktay deyman. Shunday, mana shunday tabiat qo'ynida odam aylansa, dam oladi, maza qiladi to'g'risi. Masalan, meni xarakterim shunaqa, shahardan uzoqlashib, raqamli olamdan uzoqlashib, shunaqa tabiatni o'zim uchun kashf qiladigan bo'lsam, to'g'risi dam olaman. Ya'ni mendan ham boshqa hayot borligiga, umuman shahardan ham boshqa hayot borligiga ko'zim bilan ko'raman shunday hayotlarni. Chunki million yillar oldin bizda ota-bobolarimiz mana shunday yovvoyi tabiatlarda yashashgan. Keyinchalik endi populyatsiya oshib ketgan, odam soni ko'paygan, har yerlarga migratsiya qilingan. Shu karyera yana boshqa masalalar deb tabiatdan o'zimizdan uzoqlashganmiz. Endi nima demoqchiman, agar mana shunday tabiat bilan biz hamnafas yashaydigan bo'lsak, shunday joylarga tez tashrif buyurib turadigan bo'lsak, biz o'zimizda shu million yillar oldin ota-bobolarimiz ko'zi bilan ko'rgan, genimizda shakllanib qolgan xotiralarni takrorlaymiz. His qilamiz mana shunday xotiralarni. Ular bizon. Bizon ham bodybuilder ekan. Endi shu bizonlarga qarab ilhomlarim kelib ketdilar, to'g'ri tushunasizlar. Shu bizonlarni ko'rgan ilhomlarim kelib ketdi. Hop, mana biz bog'bonlarning mehnatini ko'rgani keldik. Ajoyib. Ana qanchalik ishlashib ketdina? Sesdan xodim keldi mana. Sizdan oldin Teguda tashrif buyurdilar. Xotim va bugun band ekanlar. Baliqlarni to'g'risi nechadir kunlar oldin tushimda ko'rgan edim hozir. Baliqlar. shunaqa bo'ladi o'zi. Shunaqa rangli baliqlar. Bunda ham ko'p bo'ladi. Bir joyga boraman-da, keyin bu joy qayerda ko'rganman deb, ana tushimda. Qalmoq bormi? Qalmoq tutinglar baliqlarni. Bu toshbaqa ham bor ekan-ey. Ana. Bo'yin toshbaqa bor ekan. Toshbaqa va baliqlar bir ko'lda yashashmoqda. Tinch totuvlikda. Tinch totuvlik, urushmay, netmay. Bu yoqda krokodil tog'a bor ekanlar, timsoq. Ana timsoq. Ana timsoq. Birinchi marotaba ko'rdim. Menda ham. Nimaga uni anaqa tushib olgan vanna? Insonni ko'rasizmi? Ibrohim mana edi bu joyda kattarog'i bor ekan, timsog'i. Xudo xolasa Guangzhou shahriga bo'lgan sayohatimiz bugungilik yakunlandi. Taassurotlar ajoyib. Hammanglar kelinglar. Guangzhouda ajoyib parklar, ajoyib joylar bor ekan. Biz ketishimizga chiroyli qilib tadbirlarni o'tkazishyapti ekan. Biroz post tomon keldik. Soat 1:30da bizning avtobusimiz yuradi.